Assalomu alaykum, hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Ana sizlarga yana yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari chiqarsam biz charchamaymiz. Ancha video qo'ymagan edim. Xabarlaringiz bu, podpischiklarim biladi buni. Sababi ancha bizani uje ish o'rinlarimiz to'lgan edi. Bizani hozir angarlarni o'zi yana kengaytirib o'tiribdi. Hozir yana bizada svarchi kerak. Qo'l avtomatga ishlab yurgan agar akalarim, ukalarim bo'lsa, ob'yomda ishla bemalol kelishingiz mumkin. Siz meni kanalimni ko'ryapsizmi? Tekin like, podpiskani bosamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Siz uchun yangi vakansiyani chiqarishdan biz davom etaveramiz akalarim, ukalarim. Mana bu yerda qo'l avtomatiga ish bor, ob'yomda ishlab. Oylik mana hozir dalcha hozir kiramizdan ko'raverasizlar. Oyligi kimdir 100 ming, kimdir 150 ming, kimdir 130 ming mana rubl topadi. Mana bu yerda Allohga shukr, yomon bo'lgan joylar yo'q. Hech kimni bu yerda adresimiz Sholkiyskiy rayon, Derevni Bogoslova, Pod Moskva. Moskva territoriyalaridan bo'lsa agar Pod Moskva patent bilan oladi. O'zbekistondan prema keladiganlar bo'lsa, patentiga, registratsiyasiga, hamma hujjatlariga yordam beradi ishxona, keyin ishlab beriladi. Ofitsialniy ishxona, turda dogovor qilib, ofitsialniy ishxona bizning ishxonamiz. Xo'p, telefon qilish vaqti akalarim, ukalarim 8 dan 8 gacha. O'z tepaga birinchi bo'lib tepaga men raqam qo'yaman. Bu mana boshlig'imning nomeri, ismi Lipo desa ham bo'ladi. Birinchi ish yuzasidan ruscha gaplashasizlar, tepadagi nomeriga telefon qilasizlar, gaplashasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, pastdagi nomer meni nomerim 3219. Tushunmagan joylaringiz, biron yana savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz men javob beraman. Jelatina ish yuzasidan tepadagi nomerga telefon qilib, shu boshlig'im bilan gaplashasiz, bemalol kelaverasiz. Xo'p, mana sizlarga yana granitsa xizmatini qo'yib beraman. Mana bu yerga mana hozir vizitkasini qo'yaman. Ismi Dima, Rossiya grajdanni, 100% ishonarli. Siz dokumentingiz bormi, yo'qmi, registratsiyangiz prasrochnimi, reyestrga tushganmisiz, Zolotoy koronadan qarzingiz bormi, farqi yo'q. Shunday telefon qilasiz. Ismi Dima. Vafo musofirlar kanalidan telefon qilyapmiz desangiz agar, sizni skidkasi bilan yetib ketiradi. Aka, ukalarim, kelsangizlar men shu yerda kutib olaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uçurdun Assalomu alaykum, O'rmay. Qandaysiz? Alaykum Sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmi? Charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi ishlaringiz? Qalay bo'lyapti ish aka? Bo'lyapti. Ha, qayerdansiz? Andijondan. Andijondan. Ish og'ir emasmi aka? Ish og'ir emas. Normalmi ish? Oylik qancha bo'lyapti endi? Harakat qilsangiz. Hozir bir minut. Bir oyda qancha chiqarasiz? Aka? Bir oyda Xudo xolasa. Shunday ushlang tamom. Ha. Bir oyda qancha pulga ish? Bir oyda men sal yoshim ulug'roq uchun 100 dan bala chiqarib 120, 115, 130 topyapman. Xudo xolasa. 130, Ha, unaqa. Endi harakatga olamoqda bu yerda. Ish ob'yom. Yoshlarimiz mendan ko'proq ishlaydi. Har ular tezroq qilib menga nisbatan. Bu yerda oylik to'g'rasida hech g'alobati yo'q. Oylikda bizatdan beradi. Hech oldirmaydi albatta. Men ham vaqtida berilyapti. Ha, men ham bir shug'anaman keldim yo'q. Normal bo'lyapti oylik Xudo xolasa. Harakatga odamlar oladi. Vaqtiga beradi. Albatta, mana borib ishlayapti mana. Avansam buni. Avans 5-kuni kartaga tushadi, 20-kuni kartaga tushadi. Spesialni shu patent to'lash olish uchun. Oylikda naqd beradi 20-sizlarga. Yana 15-sizlarga, 15larga beradi, to'g'ri. Mana bu. Hijolat bo'lmasdan bemalol kelinglar, ishlamaydi yigitlar, o'tlar. Keladigan odamlarga nima deymiz? Keldimmi? Bemalol kelinglar. Men katta odam sizlarni olmayman. Kelaveringlar. Bo'ldi aka, rahmat, salomat bo'ling. Yotoq joylari ham boraman. Boshqa joyga qarab. O'rmang, assalomu alaykum. Qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmi? Ishlar qalay bo'lyapti? Bunada yaxshi. Qayerdansiz aka? Jizzaxdan. Primerni bir oyda qancha topasiz aka, dangal sir bo'lmasa? O'zimning oyligim shu 150 naq olaman, jo'nataman O'zbekistonga.
O'zbekistonga 150 ming rubl uzatasiz, ha? Omadingizni bersin. Yazini bo'lsin aka. Hormang, ey usta, yaxshimisiz? To'g'ri yaxshimi, tinchmi? Ish qanday bo'lyapti? Ha? Buni bir bo'ling qanday bu? 1 minutgina. İşler yaxshimi, tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Qayerdansiz? Jizzax. Ha? Jizzax. Jizzaxdan? Ish qanday, og'ir emasmi? Yo'q, yaxshi bo'ladi. Ular primerni bir oyda qancha topasiz? Sir bo'lmasa. Yo'q, sirmas. Bir oyda shu 140-150 ga boradi. 130 chiqaraman, 120 chiqaraman. Buni donasi объемda puli. Ha, bu Qancha shu bitta kiryapti usti? 60 rubl. 60 rubl. Primerni qancha chiqarasiz bir kunda? 100 ta. 100 ta. 6000 rubl. 6000. 100 ta. Yana mayda setkalar bor. Biroz 80 ta shundan chiqadi. Yani vaqtida beryaptimi o'yliklarni? Ha, vaqtida beradi. Bo'ldi, salomat Normal. bo'ling.